Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz SATda ko'pchilik uchun muammo tug'diradigan standard deviation haqida gaplashamiz. Nima uchun ko'pchilikka muammo tug'diradi? Chunki standard deviation odatda bizda o'rgatilmaydi. O'zbekiston matematikasida deyarli o'rgatilmaydi. Chunki bizning DTM imtihonlarimizda bu mavzu yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham bu oson, ko'pchilik uchun murakkabdek tuyulgan misollar, lekin aslida oson. Standard deviation o'zi nima? Standard deviation demak, yozib olamiz. Bu ushbu grafikni, mana quyidagi grafikni chizamiz. Mana bizga ma'lumotlar berilgan. Mana bunday tarzda. Mana shu ma'lumotlarning qanchalik yoyilganligi bu standard deviation hisoblanadi. Mana shu ma'lumot qay darajada mana bunday qilib yoyilgan. Mana shu savolga javob beradi standard deviation. Xo'p, demak, standard deviationning ko'rinishlari haqida gaplashsak, dastlab ko'rinishlar. Qanday ko'rinishlarga ega? Demak, birinchisi bu mana bunday chizib olamiz. Biroz ingichkaroq. Mana shu da ma'lumotlar joylashtiramiz. Dastlab ushbu ko'rinishda bo'lsin. Mana 1 2 3. Va mana shu birinchi ko'rinishi. Ikkinchi ko'rinishdagi misollar ma'lumotlarni joylashtiramiz. Mana bunday bo'lsin. Va ma'lumotlar 1 2 3 mana shu tarzda bo'lsin. Bu bizda ikkinchi ko'rinishdagi grafik. Mana bu yerda ham sonlar bor. Va uchinchi ko'rinishimiz inglizchasiga double tap deyiladi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi taxminan. Mana shunday ko'rinishda. Mana bu yerda ham qo'yaylik. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi ushbu ko'rinishdagi grafiklarning qanday standard deviationlari bor va ular orasidagi munosabat qanday ekanligini ko'ramiz. Mana bu e'tibor beradigan bo'lsak, bir marta ko'tarilib, bir tushadi uning ko'rinishi va boya aytganimdek, bu standard deviation bu qay darajada yoyilganlik. Yoyilgan. Qay darajada yoyilgan degan savolga javob beradi. Mana shu grafik orqali bemalol biz buni topa olamiz. Demak, mana bu holatda endi mana bu holatda ko'rib turibmiz, biroz nisbatan bunga nisbatan ko'proq yoyilgan, lekin baribir mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, biroz cho'qqi bor bunda ham. Va uchinchi holatimiz boya aytganim double tap. Mana bu qolganlarga nisbatan ko'proq yoyilyapti. Endi bular orasidagi munosabatlar qanday? Mana shu 3 ta grafikni bizga berilgan bo'lsa, ular orasidagi standard deviation qanday topiladi? Standard deviation o'zi standard deviation, boya aytganimdek, yana bir marta qaytaraman. Bu qanchalik yoyilganlik. Demak, buni qanchalik yoyilganligini biz topishimiz kerak. Mana birinchisida bunga nisbatan kamroq yoyilyapti. Demak, 1 2 dan kichkina. Va uchinchisi bo'lsa 1 va 2 dan ham ko'proq yoyilyapti va bu hammasidan katta bo'ladi va mana shu grafikka qarab bemalol topa olamiz. Aslida esa uning o'zining formulasi bor, standard deviationning, ya'ni bizga ma'lumotlar berilgan bo'lsa, uning
formulasi bor. Formulasini ham birra to'la o'rganib ketamiz. Formula berilsa, bizga quyidagi jadvaldagi ma'lumotlar berilyapti. Jadval chizib olamiz. Jadval grafik yo'q. Grafik bo'lmasa ham standard deviation so'rab qolsa, yana faqat grafikda topiladi degan xulosaga kelmaslik kerak. Shuning uchun mana bunday holatini ham ko'rib o'tamiz. Mana bizga berilyapti ma'lumotlar. 73, 97, 85 va 77 va shu ma'lumotlar berilgan bo'lsa, standard deviation topiladigan bo'lsa, uning quyidagi formulasi bor. Mana bu yerda ildiz ostida, ildiz ostida summa bo'ladi. Bu bilan summa yig'indisi va x minus x ning mana bu tepasida belgisi bor. Taqsim n minus 1. N minus 1 bo'ladi. Va bu yerda x belgili summaning n ga nisbati, ya'ni umumiy sonlarning yig'indisini topamiz va n ga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerda bir-biriga qo'shib chiqamiz. Ushbu sonlarni bir-biriga qo'shib chiqamizda 5 ga bo'lib qo'yamiz. Va bu ustida ham xuddi shunaqa. Endi bo'lsa, keling bitta misol ko'raylik. Gaplarimiz quruq bo'lib qolmasligi uchun bitta misol ko'ramiz. Mana bu misolga e'tiboringizni qaratsangiz. Demak, bizga ikkita jadval berilyapti. Temperaturalar city A, ya'ni A shahridagi temperaturalar va city B dagi temperaturalar berilyapti va biz ularning 21 kunlik haroratlarini, standard deviationlarini taqqoslashimiz kerak ekan mart oyidagi. Va boya aytib o'tdik, qanchalik yoyilganligiga qarab biz standard deviationlarni bir-biridan farqlay olamiz. Bu yerda faqat jadval berilgan va endi boyaga formulaga qo'yamizmi degan savol tug'ilishi mumkin. Unga qo'yib topsak ham bo'laveradi, lekin aslida undan ham osonroq yo'lini hozir ko'rib o'tamiz. Biz ushbu ma'lumotlarni jadvaldan grafik ko'rinishga o'tkazib olamiz. Demak, bu yerda keling yozaylik. City A ning standard deviation topish uchun chizilayotgan grafigi. Demak, bizda 76, 77, 78, 79, 80 ekan va mana bu yerda esa takrorlanganligi. Va shunga qarab birinchi o'sish tartibida yozib olamiz. 76, 77, 78, 79 va 80. 80. Demak, 76 dan e'tibor beramiz. 76 dan bizda bitta ekan, bitta. 77 dan ham bitta, 78 dan ikkita va 79 dan 14 ta. Va 14 ta juda yuqorida bo'ladi mana bu yerda. Va 80 dan 3 ta. Mana bunday ko'rinishda. Men buning yoyilganlik darajasini endi City B ning grafikini chizish orqali biz tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana endi City B nikini chizib o'tamiz. City B da ham xuddi shunday 76, 77, 78, 79 va 80. Mana shunday 80 va takrorlanganlik darajalarini yozib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekan bunda. 77 dan 4 ta, 2, 3, 4, 1, 2, 79 da 1, 2, 3 va 80 da 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta.
Va endi yoyilganlik darajasini ko'rib o'tsak. Birinchisida boyagi ikkinchi holatimizga tushadi. Mana bu yerda bitta ko'tarilish bor, bu yerda esa yoyilishlar bor, lekin o'rtada juda balandga chiqib tushyapti. Mana bu esa boya aytib o'tganimiz double top ni 2 marta balandga tushib yoyilyapti va ko'rib turganingizdek, bu yerda farqlash menimcha qiyin emas. City Aning standart deviationi mana bunga nisbatan kichik, ya'ni City B ga nisbatan kichik bo'ladi bu holatda. Mana shu tarzda hisoblanadi. Va o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Mana bu yerdagi sonlar boshqa bo'lib qolsa-chi? Aytaylik, mana bunda kattaroq sonlar, bunda esa keling 66 bo'lib qolsin. 66 dan boshlanadigan bo'lsa, 66 bo'lsa, mana buni o'chirib yuboramiz. 66, buni o'rniga demak 77lik 77 emas, 67 bo'lsin. Mana buni o'rniga 68, buni o'rniga 69 va buni o'rniga 70 bo'lsa ham standard deviation b niki kattaligicha qolaveradi. Va boya yana bir marta qaytaraman, darsni boshida aytganimizdek, standard deviation bu qanchalik yoyilganlik, qanchalik yoyilganlik. Agar mean haqida gap ketadigan bo'lsa, bunda boshqacharoq yo'l tutamiz. Lekin standard deviationga qaraganimizda biz faqat yoyilishiga e'tibor beramiz, ma'lumotlar qatorini. Buni inobatga olib qo'yasiz. Va bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, kelgusi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kelgusi darslarda ko'rishguncha.